Japa tattınız. Rahmet direktör. Kısat müdür nima ish qilibdi? Müdür o'ltirdi-ku. Ishni qilmay o'tiramda. Bir ish qilayotgandek emas. Bo'lmasa qarab boqaymi? Ha, yo'q bo'ldi. Bo'ldi, ishingiz qiling. Bak, qo'shamiz. Ishni qilmay o'tirdi. Bu qanday bo'lg'ini? Ishlamay o'tiribdi. Qolsa nima o'ylayotgani bu xotin? Şunun dişini vuruvetsem, işini qilmay o'tirdi. Başqalar meni bekor qobiliyat xislat demakdi. Timshilg'anim az qoldi. Agar materiallarni vaqtida topshirmay qolsa, 100 xatir qilmasin. Yaşımsız direktör. Ha. Bu size qolgan materiallar, bu teklif fikirler, bu plan tadbirlar. Beni ko'rib chiqing. 11 tala istedimi? Albatta. Yana bumi bor. Təşviqat bölümü, ilan bölümü, bazar bölümlerinden hammasining plan tadbir, fikir tekliflerini elib yezib chiqdim. Navoda o'qib chiqqandan keyin teklif fikirlar bo'lsa, menga esingizda bo'ldi direktör. Yana boshqa topshiriqlaringiz bormi? Yo'q, yo'q. Xayr xo'sh. Maqsad? Nasıl? Qanday ishlab oldingiz? Qanday qilib bo'ldingiz deganingiz nimasi? Yo'q. Ben qisqa tutsalayimmi? Kechiring, bu mening xizmat maxfiyatligim. Xayr xo'sh direktör. Haber almay. Şimdi bir tamam yap. Saudiyada o'zim qishim bor deb yurishini qalay. Maqsud. Oy, tamakla tazı okşaptı var. Qancha? Berna g'ash tamakka bek amraqdi. U ko'rinmaydi o. O yata qo'ydi. Tamak yemen ekan. Yemayman deydi. Uning bir ish oldimi ya? Sen bir nima deganmisan? Menchi uning kessam dedim. Cemilaning o'g'liga berman deb. Hey. Allah'ın o'zi qo'yib bersan bo'lmamdi. O'zi qo'yib berdi deb bir chapatasizmi? Cesur qobiliyatlik. U qizimizni hargiz chapa tatqizmaydi. U qachon pul tep bo'g'icha u chapa tatib o'tadi. Balı terishchan bo'lsalar minasi bor bo'ladi emasmi? Bizning bu buruntillar minasimiz bor bo'lganmi? Acaba sen o'tmishingni unutib qoldingmi? Shu o'tmishni unutib qolmag'achqa Cemilaning o'g'liga beray deyapti. Herhalde kızımızı oylab bir ish qilasiz. Madaniyat va adabiyot san'at biriktirgan Gavhar
Tamaqını yavaşın andın değişsek mi buludu bu? Tamağını yap bulup yatakqa uy kirib olsa qachon so'raysan aka? Dada, Oh. nima deyishatsizlar? Eskap yo'q bolam, eskap yo'q. Tamog'ingizni yeyavering. Qaragan gapingga o'xshaydi dada, degina. Ay, nima gap bo'ldi deysizlar. Shu oyliqqa ishxona mudirligidan boshliqning katibiga o'zgarib qolgandan keyin tuyuqsizlik parvar ansirab o'tiramay. Voy dada, dedimg'u, unda ish yo'q deb. Shunday bo'lam. Oy qaysi kuni men qoroda bir er kishi bilan gap talashib ketibsan. Shu odam seni xap qilyaptam deya. Ey, parvar. Dada, mush gapni deb bo'ldingmi ammamga? Voy bolam, boshqa gap Voy emas. jinim balam. Voy qizval cho'ngib qolganki vaqti to'yini qilish kerak ekan. Bo'lmasa so'z chechakka qoldi deyman. Bir Amma, haqingiz davasun. Meni hozir to'y qilg'im yo'q. bolam. Voy sizlar qachongacha uy o'chaqliq bo'lmay, dadanglik tayinib yashayversizlar? Ha? Hammang dadangni malay qilib oldinglar. Parvar. Bu 5 qalayimqan gap qilding qanday? Kim malay qilibdi? Malay qilmay desang, vaqtida to'yingni qilamsan? Voy, bir og'zingni jim tutib o'tirsan, qachkan deb qolamizmi seni parvar? Voy aka, sen ballarining ko'nglini ayig'ining bilan bu balli seni ayimisa? Dada, gapingni qaraganda men sizlar yukib qoldimmi qanday? Voy yukmay desangchi, vaqtida to'yingni qilsangmi bo'ladi? Voy, og'zingni jim tutib o'tirsan, bir qachdamda seni. Hechimni zerikdi bo'ydin. Voy zerikkan bo'lsang to'yingni qilamsan. Yana. Ne yapardınız? Ha? Siz izlep bamgayıp kalmadı mı ne? Hem adam nasırtı. Hiç sen dünyadaki ölçüm oturun ha? Shu xizmat chiqib qolsa ishlaymiki deb u yoq bu yoqqa berib boqdim. Siz bu yerga o'qiyman deb kelgandingiz-ku. Nima xizmat? O'qisam pul kerak bular. Yilimizlarni bek og'ir qo'ydi. Mana qarang. Qandoq bo'lsa bu ish men bilan munosabat eting, ha? Ishlamay deb nochilik qilmay, maktab tizimini oldirib o'qishingizni yaxshi o'qing. Men bir tanlab bozini ish topdim. Pulingizni tez qaytarib beraman. Ansirab ketmang. Siz bishab qolmasam bu mushim yo'q menga. Nima? Vay. Cesur doktoruma. Ha. Qashqardan kelgan men kasallik tarixini ilib kiraman. Bo'ladi. Kira. Mana. Bu kishi mening Qashqardan kelgan yaqin og'inamni aksi bo'ldi. Hozir avval qanday? Tezlab kirganligimda hozir yaxshi. İştahım normallaştı. Qon besim qanday? Qon besim normal. Bo'ladi. Men mani tafsirga qo'yib Tamam. Ben çıkayım sen. Hey, Cesur. Başka işiniz olmasa bugün keçti bizim eve gidelim ha? Oldu rahmet. Başka gün var abi. Siz mi o köp cefa çektiniz? Ben mi çıkartçıydım? Keçte tamak yiyeceğiz. Birden bir paranın şeyini. Tamam. Daha sonra saklayayım. Ben çıkayım sen. Bakın. Neden İvan geldi? Çıkma. Bilmem lazım ha. Ha? Naman kör. Kaldım Bana lan. olacak şimdi. Kira. Siz mi lan? Ha? Tamam. Öymeyime gelme. Ha. Tabii.
İkkinlarni tanıştırmışsam bular? Yok. Ne demek? Ayrıcampның құтысы өзгерді. Yenisi teximi qaltis. İşçimlikning çempioni Ayrıcamp. Qarg'aч markali sopun parashuki vatan erkin chiqaradi. Voy nimaning? Karman. Qarg'aç markali sopun parashuki. Bu sho'xlar mendilar. Bu go'zallik mendilar. Bu sarxillik sendilar. Her gün her joyning yarshig'i parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Ben Dilkan Xalqaro So'zchilik şirketi tajdorligini olgan Ota Aziz filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zoti nimadir? U zoti nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekran bo'lsin. Oy. Rahmat. Sizga deb qo'yaman? Bir necha yil oldu. Tatliq narsalarni yaqin kelmadim. Sal diqqat qilsam, qancha kirmay o'rlab ketadi. Ha. Tөгісті диабеткізлік шипа қылды. Tөгüsünü içip duruvatımen. Lekin bazı aldıraşçılıkta onu күнде içişkim o vakit çıkmadı. Hadi çay bakın. Dadam dükka açıdı o davet ettiniz. Dükka işleri aldıraş oldu. Tamıklarını qanday qilib otsizlar? Tamıqimizni ammam etib beradi. Ammangiz sizlar bilan bilib turam da. Yo'q, ammam bizlar o'dil qo'shni o'tirdi. Ash tamıqimizni kirib etib beradi. Hadi çay bakın. Oy. Qani tamoqqa. Hadi verin. Siz bo'lsa-da. Ha? Assalomu alaykum. Qani mevaga boqqash o'tiring. Sizlar uyda necha bola? Bir adam va bir inim bor. Ular nima ish qildi? Adam shirkat ishlaydi. Inim uyda o'qishib ketadi. Ikki o'g'il ekansizlar-da? Ha. Qadingiz yotib bo'lgandi? Yo'q. Cesur. Niyeler ne lan? Parna, siz nima? Hamsini qayday. Yaxshi kuchlarni qattiq turib qolib qoldi. Yo'q, yaxshi bo'ldi. Avval qo'ydim, rahmat. Qatpat ketib turing, ha? Ha. Bana kızım. Ha? Mustafa.
Nima doktorxona başından qiz ekanligingiz mana demaysiz. Dadam opam yurtda degan to'g'ri. Kechiring, Navoda bugun oshkorlanmagan bo'lsa qachongacha meni aldamoqchidingiz? men asli sizga burun taydigan lekin siz ham mijozsiz bilgachga shon diyamagandim. Agar shu chaq diyamsam allaqachon menda ayrilib ketgan bo'lardi. Undaq bo'lsa hozirchi. Ben bu hayatda qanchalik o'ng'aysizlanib o'tirdim. Shuncha men xastam qilmadi. Ko'rgansiz. Opangizning manqa muomalasini ko'rgansiz. Men o'zimni qo'yg'idek men topolmay qoldim. Opamning mijoz asaldan shundoq shon ko'ngilsiz omon bo'lamdi. Cesur. Adamga gapni qo'ymay mehmon chaqiribsiz, ha? Nim bo'pti? Bir qachon ortiq yurding-ku shu. Meni ko'rib baqsin deb qasddan chaqirib keldingiz-ku deyman, ha? Aslida qisilib o'tgan bolani xijil qilib, nima gapdan so'rab o'tading? Hey, sen boshqalarni osonlashtirsang, xushal bo'lamsa? Kim bildi? Qizimizga maqsadga yiqilishyapti, dexi. Appa, nayatga gapni qildikansiz? U tek bugun bildi. Men uningga opamdan shurtda deb yolg'on gap qilgan. Ha? Beyli usalalat qo'ydingiz abay uni. Nima bo'ptamdi? Men bayatınla Cesur'un ifası qirab bir narsani his qilgandim. Senmize. Qizimizning baxtida men yomon bo'ldim hamdi. Hey. Cesur. Sizning ochig'ingiz kelganini men bilaman. Men xastam bundoq qilmadim. Men kechiring. Men sizdan ota-onamning oilamni shin yoshirganini sir sizga hech qanday yolg'on gap qilmadim rost. Buni telefon olmay yo'qolib ketmang, men ansirayotganman, men ansiratman telefonni iling. Qizim. Ko'nglingizni tushunib turibdimi? Undaq behuda ishlar. Men sizning opangiz qizim. Ha? Men hech qanday vaqtda sizga yomon bo'lsin demayman. Qiz yigitlar muhabbatlashayotganda qo'lqi gaz, ko'zi ko'r bo'lib qoldi deyishdik. Çoğlarının beşiğinde nurgun ısık soğuklar ötkeşke keyinkilerge nasihat qildi. Ben qarab turib, sizni o'tqishtiramam mı kızım? Appa, siz Cesurni faqatla tushunmaysiz. U gerçi ozga yaqini bilan kishi ko'ngil bilishni bildi, qadrni qildi. Shundaqmi deyli? Ha? Siz yana o'qilmay davatisiz. O ash kichikgina maosh bilan sizni o'qita olamda. Keyin sizlar balliq bo'lsizlar. O vaqtda chiqiminglar texmi ashidi. O vaqt qanday qilsizlar? Ash kichikgina maosh bilan g'o'rgul turmush kechiramsizlar. Bu chog'da men ishlayman, appa.
Mənim maaş alma, işimizə maaş bizə yetidu. Kızım, turmuşki nurgun işler siz oylagandek unda addi emas. Ben öz vaqtida dadağınızı yaxşı gördüm deplam toy qilgan. Toydan keyin bizim turmuşimiz shundoq jafoli o'tdi. Ben dadağınızı yaxşı görgəşkə bu jafolarım ko'zimga ko'rinmadi. Lekin asta o'zimizning shuncha charchaganligimizni his qilgan bo'ldim. Bizning bugungi mushkunga erishishimiz uchun bizning qanchalik jafo tortganligimizni siz faqat faraz qilolmaysiz qizim. Men tortgan shu jafolarni sizning qayta tortishingizni faqat xohlamayman. Abba. Barna, atan deganchu farzand uchun barliqni aymaydi. Canım abba, muş bir qaytım, muşlan. Meni tanışımga yo'l qo'ying bulamda abba. Men Jamila bilan teshib bo'ldim. Biz bir kun vaqt chiqib birga tomoq yeydigan bo'ldik. Boshqasini o'ylamay, yaxshiroq ara meni. Atiyaligan xayrli bo'lsin, direktor. Bek salomatlik bo'lib ketibsiz. Men sizga nima degan? Ha? Bundaq zo'mzo qilingan hurmat bilan xo'sham yo'q deganmi demagan? Ha, shundoq. Esimda bor. Hammasi esimda. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Zo'mzo emas, samimiylik bilan chiqdim. Bunda kulsam pek chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz? Bundan saxta kulsangiz, o'mishning to'g'ridek bo'lib ketgan qo'riqlaringizni yoshiraman ekansiz. Ma yoshib turib qolganda, qo'riqlarni ancha-muncha yig'ishtirib yugulik. Men diqqat qilay. Diqqat qilamsiz, qilmamsiz, bu chiroyingiz menga baribir. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchayi. Ayollar gülge okşaydı. Ayollar özünü tutuşni, özünü asrashni bilish kerak. Takilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talalık deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Ko'rsinish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırılsın. Vay nimenin? Tırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tomoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Men bu filmda Pərver obrazı bilan tomoshabinlar bilan yuz ko'rchiman. Bu filmni har vaqt eslagan vaqtida ashundaq bir kichikgina janrlar esimga kelib turdi. Bu rolni o'ynagan vaqtida nurg'un adam balki menga tushmaydi deb qolgan bo'lishi mumkin. Xuddi Uyg'ur ayollarining gigant, tirishchan, jafoga chidaydigan ruhi mening rolim orqali namoyon etgan. Ballar qarta talabchan bo'g'ini bilan shundoq mehribon, afvuchan, tirishchan bir onaning obrazi. Qarindoshlik mehri, ota-ona mehri mush film orqali shunchalik yaxshi ifodalangan. Lekin mush kino, televiziya filmlarini ishlagan vaqtida shundoq bir atsizlarlik ishlar yuz berdi. Biz sahnada dramalarda rol o'ynagan vaqtimizda bugun ko'ngildagidek o'ynayamsak, ertasi shuni o'ngishvog'ili bo'ladi. Lekin filmda undaq emas ekan. Mush filmdagi ba'zi yerlarga qarab o'zim hajab bo'lib ekan deb qolaman. Masalan, ba'zi bir atsizlarlik yerlarni o'ylanib, qandaq bo'lgan bo'g'iydi dedim. Men bu filmni yaxshi ko'rdim. Nurg'un yerlardan men shunchalik rozi. Chunki tomoshabinni rozi qilaligidek yaxshi rol menga kelibdi. Men shundoq yaxshi o'ynab oldim deb o'zimdan bir baxt tuyg'usi ichida minnatdorlik bilan tilga olaman bu rolimni.
Lekin ba'zi bir kiyim-kechak, grim, yurish-turish, inkas bergan vaqtlarimda shu jafoliq charchagan mezgillarda bek astoydil bulanmagan yerimdan shunchalik o'kinaman. Sizlarga deb bermaganim bilan nurg'unlagan o'kingan, men azaldan rol o'ynasam, rol ko'rsam, o'zimning yaxshi yerini emas, o'zimning nachar yerini, obraz bilan yaqinlashmagan, obraz bilan birikmagan yerimni ko'ratdim. Mushu filmda shunday bo'ldi. Bir adam bundaq yaxshi rol uchirmaq bek tez. Hayatımda ata arzusiki Pərvər rolu bilan uchrashib qolganimdan o'zimni baxtli his qilaman. Bu rolimni shunchalik yaxshi ko'raman. Ekran oldidagi har biringlarni bu rolimni shunchalik yaxshi ko'rsizlar. Muhabbat mangulik tema. Lekin aka degan so'zni aytgan vaqtida mening butun o'ylarim bo'shab ketdi. Hammaning aksi so'ziga yaxshidir. Lekin mening akam menga bir tanla. Şunu bu rolda hamda Abdullah Abdurrahim mening akamni o'ynadi. Aşağıda Abdullah Abdurrahim shundoq bir mehribon, dunyoda tepilg'isiz jufti yo'q bir akani namoyon qildi. Men har bir mush rolni o'ynagan vaqtimda o'zimning aksi esimga keldi. Mening akamning menga shunchalik mehribonligi, meni har yerdan qo'llashlari, menga yetkazgan mehribonligi, menga yetkazgan muhabbatiga bugun ekran orqali bir rahmatimni e'tiborim keldi. Shundaqla mushu rolda men bu akam bilan o'zimning o'tirishga mehr muhabbatning qanchalik cho'nqur bo'lganligini, qarindoshlar aramu bir-biriga mangulik muhabbat bera oladiganligini, mehr bera oladiganligini, shundaqla shunchalik hayajon ilkida taqrinish tuyg'usida bir-biriga bergan mehr muhabbatiga minnat qilmaydiganligini his qildim. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa, kelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan Sana shundoq kuyunidi ekan bu bola. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'im kelmoqda. Yaqay asa. Hozir chiqib o'tdingizmi? Nima qildilar? Ben o'lib ketsam-mi, sen bu uydan bir qadam ayrilmaysan. Voycan bular dada. Oylarga aralashmayna qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, nashtangizni qiliblar. Of, dada, qusqum oshmidi. Nima naqshimiz qilsa? Voy dada, yomanda adabsizlik qilasiz. Adabsizlik qildimmi? Voy, acha. Hayat başka, yaşaş başka, nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu diyenden başka neymiş birelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, menimizdan balang bu. Burada. Ayya. Oğlum yig'lamdi. Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan o'ylas bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Bana gözünüzü açma. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz, bana arman yürük dünya, bana arman yürük dünya, bana arman yürük dünya. Ömür damı yetkeyim, suyup filin yaşaşma,
kaldı kızbamı asraşta inatlık gevheri kaldı şit kızbarma asraşta yarındaşlar mı asraşta minnettar bol körgen her bir günündün rencişler dilimdin kapalmasın cay çilger gülnün tikini birge güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay çilger gülnün tikini birge güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut her türlü memnunluk bulsun barışıga hiç kimge itibar kılmagan hayat kısmetler hemmige okşaşla qiyin hiç kimge itibar kılmagan hayat qanaat baxtdur baxit qanaat esingdin ketmisin shu oddiy savol kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut her türlü memnunluk bulsun barışıga hiç kimge itibar kılmagan hayat kısmetler hemmige okşaşla qiyin hiç kimge itibar kılmagan hayat qanaat baxtdur baxit qanaat esingdin ketmisin shu oddiy savol esingdin ketmisin shu oddiy savol